Qo'limdagi mahsulot xonadoningizdagi energiyani ekonom qilishga juda ham katta yordam beradi. Ya'ni bu qurilma 24 GHz radar bilan jihozlangan datchik prisyus hisoblanadi. Bu insonni xonada mavjud yoki mavjud emasligini aniqlashga yordam beradi. Datchik движение emas bu. Xonaga kirganingizdan keyin qimirlamasdan harakatsiz holatda o'tirsangiz ham nafas olganingizda ko'krak qafasingizni torayib kengayishini sezib, ushbu xonada mavjudligingizni aniqlab beradi va xonadagi chiroqlar yoki o'sha ventilyatsiyaga pitaniya uzatib beradi. Qurilma bilan tanishib chiqamiz. Birinchi tashqi dizayniga e'tibor qaratamiz. Ustanovka qilganingizda patologingiz oppoq bo'ladigan bo'lsa, deyarli sezilmaydi va akkuratli turadi. Qopqog'ini ochganimizda ichida maxsus o'zini tugmalar bor. Ushbu tugmalar orqali o'zimizga kerak bo'lgan sozlamalarni sozlasak bo'ladi. Ya'ni qanaqa misol uchun vaqtini belgilasak bo'ladi. Ya'ni inson xonani tark etgandan keyin qancha vaqtdan keyin o'sha pitaniya olayotgan mahsulotingiz o'chishini belgilab qo'ysak bo'ladi, chiroq yoki ventilyatsiyani. Va hududni ham katta kichikligini belgilasak bo'ladi. Eng kichik hudud 2 metrgacha bo'lgan joygacha kichraytirib qo'yib, buni sezuvchanligini, ya'ni aniqlash sezuvchanligini belgilab qo'ysak bo'ladi. Orqa tarafida buni ikkita oyog'i bor. Xuddi galigin oyoqlarga o'xshagan. Mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana shunaqa holatda ustanovka qilib, bemalol gips kartonga ham qotirib qo'ysangiz bo'ladi. Hamda LN kontaktlari bor. Bunga pitaniya berib turib, L1 dan, demak o'sha chiroqimiz yoki ventilyatsiyaga fazani olib chiqib ketsak bo'ladi. Mahsulot juda ham yaxshi va sifatli. Ushbu mahsulotni masjidlardagi tahoratxonaga, ya'ni tabiiy yorug'lik tushmaydigan joylarga ham ustanovka qilsa bo'ladi. Vyuklyatorlar shart emas. Har bitta xonaga demak mana shunaqa datchik prisyusiyadan o'rnatib turib, kelayotgan odam eshikni ochib kiradi, tahorat olib chiqqandan keyin eshikni olib ketaveradi. Belgilangan vaqtdan keyin chiroqlarni o'zi o'chiradi. Energiyani ekonom qiladigan mahsulot hisoblanadi. Agar kimga mana shu qurilma kerak bo'ladigan bo'lsa, Jomiy bozor 212 do'konga kirib bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi va ushbu videoni qurilish qilayotgan yaqiningizga jo'natib qo'yinglar. Assalomu alaykum.